Salam ekran oldidagi qadrli ko'rmando'stlar. Bizning har bir son programmamizda taklif qilingan alayda oshpaz ustamlar, da'liq oshpaz ustamlar o'zining hunarlarini ko'rsatib, bizga noiti esil bo'lgan, sog'lom bo'lgan, yeyishlik bo'lgan tamoqlarni sunib kelyotdi. Undaqda bu son programmamizga taklif qilingan aziz mehmonimiz kimdir? Ko'rmanlar balkim bek taqozo bo'layotgan bo'lishinglar mumkin. Endi bu son programmamizga taklif qilingan mehmonimiz bo'lsa, qandaqdir da'liq oshpaz ustam emas, tamoqlarga noiti usta bo'lgan shu tamoq etishga noiti qiziqadigan bizningki alayda mehmonimiz. Undaqda qizg'in olqishlarimiz bilan bu hadimizni taklif qilib olgan bo'lsak, qani marhamat. Xush geldiniz ada, ahvolunuz yaxshi. Programmamizda sizni ko'rib noyitim xush buldum ada. Undaqda ko'rurman do'stlarga bir salmozni yo'l o'tamiz sizda. Ekran oldidagi barliq do'stlar, men Aliyadan hammalarga o'tliq salom. Undaqda bugun etadigan tamoqimiz men o'zim qumuldim bilman, shunga o'zimizning yerlik tamoq bo'lgan yapmini etib beray. Qumul yapmisi shundaqmi? Mashg'ulotimiz boshlab ketamiz qada. Boshlaylik. Oldindan kerakli materiallar. Kerakli materiallar odatda hammamiz qovurg'in bek yaxshi ko'ramiz. Shun qovurg'i, go'sht tayyorliq bugun. Qo'yning qo'rg'in go'shti shundaqmi? Hozirgi ma yapmalarda nurg'unlar qo'noq, kava deganlarni misolga asli buning yerlik osh burunqi bitdim, qadim bitdim mang'ani mushu sabzi bilan yanıyor, piyoz. Anandaki sho'g'lamda rangi chiroyli chiqsin debchi. Anandaki bu yapmaning alaydi nimasi endi shu unini ximiri shunami? Ha, ximir. Bo'ldirganni ximir deymiz. Bo'ldirganni ximir. Odatda buni biz shu unli deymiz. Unni yeyib debchi. Nefes yeymiz. Demak, to'pik yeyildigan ximirni endi qumulcha uni deymiz shundaqmi? Albatta bugungi shu tamoqimizga ishlatgan unimizmi 5 dan xoli yeshil organik yemekliklar bilan iste'molchilarimizga noit yaqqan Elnuri shirkati bozoriga solgan bizningki Elnurining organik bug'doy uni. Xo'rishqi shu may ketadi shundaqmi? Endi bugun ishlatganimiz bo'lsa shu eng tuvan temperaturada siqilgan birinchi darajalik sap qo'noq yog'i bu o'xshashlar Elnurining shundaqmi? Anandagi tuzni ishlatamiz endi. Tetitqudan tuzni ishlatamiz. Oldi bilan biz unni yo'g'irib olaymiz. Bunga qanchalik miqdor bugun qanchalik yapib etmoqchisiz bizga? 2 cho'mish olay. Ximiri. Bu ximirning tuzini qandaroq tetitimiz? Bekerak tetitmaymiz. Azroqda solamiz. Odatda buning uchun tuxumni chaqmasak bo'ldi. Endi o'zimizning ehtiyoji uchun chaqqo'sak, amda buni yaxshi. Siz chiqib odatlangan. Hamma chiqib odatlangan. Shuni bitta tuxum chaqo'y. Tuxumni oqsirqin bir chaqay. Bunun ximirini endi yumshoq qattiqlik darajasida qancha shuvasak bo'ldi? Bilagmanniki biza uchun nima? Bo'sharaq qilib yug'arsak, yayg'anda amda oldi. Oldingi programmalarimizda Aliyada dedim-ku, oshpaz ustamlarni taklif qilamiz deb. Endi oshpaz ustamlar mancha gram unga, mancha gram suv, mancha gram tuz deb turib o'lchambarlik qilib odatlangan. Endi biz oilda asosan ko'z mo'lcharini qilamiz. Ekran oldidagi ko'rinmalar endi bizlar bir son programmamizda qilayotgan tamoqlarning ko'pinchisini oilda sinab baqqan, biroq etimdan itib baqqan bo'lishinglar mumkin. Lekin mush qumul yapmisni mencha bakchiq ko'rinmalar sinab baqmadinglar deyman oilda. Chunki menmi bu tamoqni etib baqmadim. Biz men yang to'yqoqlarimda tamoq qilmaydiga. Qilamayman. Mana programma qatnashyapsizda hozir. Hay rahmat. Asli bu yapmanichi burun apamlarning gapirishicha suv soldi ekandiq go'shtlarni. Qo'rmasdan suv soldi ekandiq. Buning uchun uni shundoq ishlaymiz. Buni shunda chinamda qondirib ilqi unchi mana suzildi bir xil suzuk holat kaycha buni ashtaq chaynaymiz. Mana bu unnim uchun yo'g'irib tayyor qilib oldik. Ham buni birdan tindirib olaymiz. Endi bu piyozni to'g'rilayman. Sabzi bilan yon to'g'rilayman buni. Buning uchun to'g'rilqi kichik qilamisak bo'ldi. Mishqa deganda ilqi oqida solamiz. Shunaqa o'sib izil ketadi-chu, shuni yo'g'naroq qilamiz buni. Ham yonim uchun bu chaqa izil ketadi. Mish deganda 20 minutda yarim soat atrofida dimlaymiz emasmi go'shtni? Mening his qilganim Aliyadamış qumul yapısından yana bir alayligi, to'g'ralgan saylab biza cho'ngaroq bo'ldi ekan. Biz odatda ushiqroq to'g'rayman. Men oilda ilqi bo'ldirilgan yapmayotgan vaqtimda sal ushiqroq to'g'rayman-ku. Demak, mush ximir tingicha ximirni yoymay turib biz bularni qo'rib suyni quyib olamiz shundaqo. Qolamiz, lekin mavu sabzi yonichi oqida solamiz. Uni yapqicha solamiz. Hozir endi go'sht, piyoz, sho'g'ilni qilib buni
Birden kaynatımız. Seylanım to'rib oldik endi-chi may qo'yaylik. May qo'ying shunaqo. May Albatta ishlatganimiz o'xshashlar Yana Elnorini. Men uydim shuni ishlataman. Mayni-chi, go'shtninki neyim bor emasmi? Shuning qatta qo'ysak bo'ldi. Agar to'liq mayli qo'yib ketmasa, chiqara qo'ysak bo'ldi. Qizil ko'rsa, ham yeyishdan chiroyli chiqadi. Shuningdan qizil bo'lgandan keyin anandagi piyozni solamiz. Tuzni yana bölüp az-az solgan shunday qilib. Az-az ta'm shunday qilib singdi. Ham suv qo'yaymi? Suni qanchalik miqdor rangim shuncha chiroyli chiqdi. Go'sht chilashqidek quyib anandagi go'sht cho'kidek odatda qo'ysa qoldi shunaqo. Aldı bilan shu kichik zugul qo'layning. Men o'lchamlik bir qizingizga qag'in olmaymiz. Zugulni qilganda-chi shumroq. Hem cho'ng kichik chiqib qoldi endi. Ba'zi bir do'stlarimizning uyida ishlatilgan qazolar kichikroq bo'lishi mumkin, ba'zilarning yo'g'aroq bo'lishi mumkin. Shuning ham buni to'piga yopadigan ximir bo'lganlik uchun shu cho'ng kichikligini o'zimiz tanishib turib qilsak bo'ldi ekan-a? Ha. Qog'ozdek biz yoysak, eki chiqqan vaqtda shundoq nafis onda chiroyli chiqadi. Yeyib bo'lgandan keyin buni eki maylaymiz üstünü. Hem de bu göşümüz şu anda yumuşak pişib qaldı. Bəzilərçü savzın baldır savab qıldı ki, lekin hamısını çü salaverme. Onu yepişdi buru. Onumuzni yapqa vaqtçü suyunu çiliş qalmaslığı üçün avalımız eki dümlige vaqtda aşının qırtda eki quysaq buldu, quymısaq buldu degəndəkçü. Azmanın suyu boldu mu? Bu qaldı. Anadaki yan yobarmız mı? Yan salsaq. Yevağa onumuzni çü üstüyçü işte. Chiroyli keltirib, rədd biləsəsək mənə. Özünüz buna qarsanız rahat bu. Anandakı bir 2 minutdakçı bunu dimlə qoyumuz. Dimsək bu köpüb çıxdı. Bunu həmimiz üstü samayımız şundan. Yox, məqsəm. Birdən turğandakı bu köpüb çıxsa, əndə yem birini salsaq, chiroyli çıxdı. Bunu 1 minutda 2 minutqacha turğuzsaq. Güzel turğuzsaq bo'ldi shu. Mana köpüdü. İşte köpüdü. Yana yem bir tane yapımız üstügeçi. Bunu yana dümləyimiz şunu. Ha, birdən turğuzayım. Mənə. Bunaq çiraylıq. Səbəbi 3-cüsünü salma şuna o. Köpüb çıxqandakı. İşte salsaq. Rəngimi şunçalik çiraylı çıxırken. Əmdə bu tamaq hazır 90% itilib oldu şunda o. Bu nəmdə şu 10-15 minut ətrafıdaçı dümləyinə. Demək hazır həm də ximir əsasiyyətən pişib oldu uni şunda o. Bundan baya sağan səvzi bilə yan-yan pişiş üçün azraq turğay. 10 minutdan 15 minutqacha dümləyimiz. Görürmən dostlar, ondaqda aliyədəm ətgən yapma oxşamamdı. Diqqətinizə davamlıq proqramımız olsun. Xoş, ekran aldığındaki qadarlı görürmən dostlar, proqramımızı şu sağlamlığımız üçün sunulğan 5-dən xali organik yeşil məhsullatlar bilan xalqımızın etiraf qilishigə erişkən Şinjan Elnori yezigilik fən texniki tərəqqiyat şirkəti xas tacidarlığını öz üstüge alğan. Onundan başqa proqramımızın yana şu istimalımızga yeni tür bob sınıp kirgen her xil təmki qolaylıq açıq-çuçuk yeməkliklər bilan tonulğan Şinjan Lazıxan yeməklik fən texniki çəklik şirkəti alayida qollagan. Turmuşumuzga intayin çoğun qolaylıqlarını elib kelib atqan mulazım subsidiya alayida tələb qılğan. Müyəssər xanım markesidagi rangli seriq aşlar bilan iste'molchilarimizning alqishiga erishib kelib atqan Müyəssər yemək-içmək tərbiyələş mərkəzimi alayida həmkarlaşqan. Aliyada odatda siz shu tamaq etgangiz kelmagan vaqtlarda, mijozingiz yo'qib qolgan vaqtlarda hamda qaysi supidan bekerak chiqa mulozimdan buyurasiz shundoq. Yetkazish vaqtimi intayin tez shundoq. Har xil tamdiki mana shunday isil tamoqlarni buyurtmoqchi bo'lsangiz, mulozim supsin tanlang. Vaqtimizni to'shib qolibdi Aliyada, unda olsa usamdiq pishib qoldi. Wow. Nefes amda chiqibdi. Ekranga chiqib baqqanim bo'lmagandiki, sal tamtirabma qoldim endi. Mencha bu tamoq endi o'xshidi, muvaffaqiyatli bo'ldi yana. Bunun üstügücü epey avağa şorpumuz var mı? Şorpumuzu koyayım.
qomul yapmamız tayyor bo'ldi. Bugun mana balkim oilada bolalarning o'rganishi bo'lishi mumkin, o'qishi bo'lishi mumkin. Shunday shu ishlaringizni tashlab, bizning shu kunda yengtan programmamiz qatnashib mana nihoyat isil bo'lgan, mazalik bo'lgan bir taomni bizga sundingiz. Sizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Endi shu sizga mening ozroq ko'nglim bor edi. Iste'molimizga yangi tur bo'lib singib kirgan o'zining har xil tamdiki qulaylik ochiq-chuchuq yemekliklar bilan xalqimizning e'tirof qilishiga erishgan Şinjan Lazıxan Yemeklik Pen Texnika çeklik şirketi bazağı sağan Lazıxan markasidagi qulaylik yurishlik yemeklar. Lazıxan rampesi mana mush narsani so'q qildim. Rahmat. Ali adamning qo'li bilan tayyorlangan qumul yapmisi nayda chiroyli holda ko'z oldimizda namoyon bo'lib turibdi. Mushu mulozimda har xil taomlarni buyuramiz, ichimliklarni buyuramiz. Hamda bugun mushu sizning charchab ketdi, usab qoldi deb bir tavuz buyuraylik dedim. O'zimning shunday yigiz ketgan tavuzni. Undaqda bu tamoqni ilmiy jihatdan tushuntirishga mushu davlatlik ro'yxatga oldirilgan nupusluq oshpazlar peshvosi, undan boshqa mamlakatlik oshpazlar rehbari ham 2021-yillik mushu oltin oshpaz mukofotiga sohibi bo'lgan bir mo'tabar ustozimiz bor. Mushu tamoqning oziqlik qimmati to'g'risida bizga ozroq tushuncha berishga taklif qilsa qanday? Qani, marhamat. Şükret Lazem'de her bir san programımızda muş kasbiy oshpazlarning taomlarini tetib baho berib kelyaptimizga. Endi bugungi san muş taklif mehmonimiz alohida chiroyli qadimiz Aliya hadimiz. Bugun mush kunda yengtan programmamiz qatnashib, qumulning yerlik bo'lgan tamoqi qumul yapmisini tayyor qildi. Undaqda oldi bilan mush isil tamoqi bir cho'ksa bergan bo'lsangiz tetib baqqandan keyin qolgan gapni paramasa qanday? Bo'ladi. Marhamat. Rahmat. Bu tamoqni o'zingizlar qilamiz. Ekran oldidagi barliq ko'rarmanlar, men oshpaz do'stinglar Shuhrat Xoliq. Bugun oldimizda bir shundoq mazalik, quyuq, yerlik, alaylik va bir tamoq turdi. Ya'ni qumul yapmasi, Petr yapma deb atildi. Hozir qilib biz tetib ko'raylik. Bu tamoq intayin yaxshi bo'libdi. Birinchisi, bu tamoqning yaxshi bo'lishiga sabab intayin oziqlik qimmat yuqori. O'xshashli bir qozonning ichida yuqori oqsil, qo'y go'shti, sabzi va bu yong'yo'ning silinganligi bu yog'larni ichib oladi. Shunglashqa abay men tetib ko'rdim, yegan vaqtida mayli go'sht bo'lsin, ximirlar bo'lsin, nefis ichilgan. Buning yog'liq holati tövellaydi. Ham bu tamoq butun shu Şinjandagi tamoqlar qarga vaqtda tarqilish doirasi umuman biroz keng bo'lmagan bir tamoq. Qumuldak rayonlarda ko'plab etilayotgan bo'libmi, aziz mehmonlarni kutgan vaqtida dasturxonning to'riga ochilgan tamoq. Shunday deyman. Ham bu tamoqlarni boshqa rayonlarning odamlari qilib beradi. Masalan, Mori Guchungninki, Jimsa, Altay Cho'chak, G'ulja, Urumchi, Turpan tarafdagi kishilarni qilib beradi. Ama ular qiladiğini qandaq degan vaqtda bo'ldirilgan yapma. Ya'ni bo'loq yapma deymiz. Bo'loq xamir ishiltidi. Ishlash usulingizmi, mush tamoqninki o'ziga xos bo'lgan, tamoq qabul qilinadigan va tamoq talab qilgan usullarga nuqul tushdi. Diqqat qilgan bir necha yerlarni mening yana ta'kidlab qo'ygim kelyapti. Ichilgan xamirga tuxumning eqi qo'shilsa, birinchisi rang jihatidan farq paqirtidi. Ikkinchisi tuxumning o'zi bir oqsil. Yana xamirning ichida bu oqsil nima rolni o'ynaydi desangiz, taloliq rolni o'ynaydi. Ya'ni chanvi taloliq rolni o'ynaydi. Endi bu xamirga tuxumninki seriq qo'shilib qoldigan, tuxumning seriqi maylan bilmas, yog'. Bu qanday qildi degan vaqtda xamirni sal qatirib qo'ydi. Qasqandan chiqadigan suvda pishirgan xamirlarimizga asosiy jihatidan tuxumning seriqini aralashtirmasligimiz kerak. Ammo duxovkada pishirgan xamirning churukligini oshiradigan, xamirning qattiqligini oshiradigan g'aybir yemekliklarimizga, masalan, samsa, sambursa qatorliq u vaqtida tuxumninki oq seriqini qachab ishlasak bo'ladi. Bugungi sizningki bu yapmangiz umumiy jihatidan intayin yaxshi bo'libdi. İşlash usulini tartib oxirgi taqsiqagacha intayin buningki o'tganlari yaxshi bo'lgan. Mushundaq o'tganlarni o'rganib, hammanglarning oilada qilib beqishni tavsiya qilaman.
Rahmat. Yaxshimisiz? Oy, rahmat. Ha, Shuhrat ustoz. Bu nereden kelib qolgan tavuzdi demoqmi shu? Siz kelsangiz birga yeylik deb mush mulozim supsidan tavuz buyurib qo'ygandim. Undaqda bir necha tilim tilsaq shu yapmini yegash birga yemdik. Bo'ladi. Biz hozir shu programmadan tushgandan keyin o'ltirib, petirabni yeyla, chaylar bilan. Andan keyin 1 soat. Bo'lsa 1,5 soat o'tgandan keyin biz o'tirib mush tavuzni yesak bo'ldi. Tavuzning tarkibida fosfor intayin mol. Bu fosfor yağ bilan uchrashganda bo'lsin, bularmi kraxmal bilan uchrashganda bo'lsin, haddan ziyoda ko'proq o'pkasimi taz yaxshimaydi. Shuning uchun 1 soat vaqtni olib qo'yib, tavuzni biz yesak, hatto jiqroq yevasakmi, badanimizda yaklash his qilmasdan yana tavuzni bo'lgan, tavuzdagi aktiv moddalarni badanimiz obdan qabul qila oladi. Undaqda yapmini bir issiq choy bilan yavagandan keyin tavuzimizni yeylik qandaq. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilar do'stlar, yan kunda yangidan programmamizning bu soni o'rlashtirilgan mazmunlar mush yerda oxirlashdi. Oxirda Aliyada sizga shundaqla Shuhrat ustoz sizga salomatlikingizga, shundaqla buningdan keyingi ishlaringizga zo'r utuqlarni tilaymiz. Kelarki programmamizda yana qandaq alayda mehmon biz uchun qandaq esil taom tayyorlab berdiganda diqqatinglar kelarki sonimiz bo'lsin. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.